Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi G'arib ko'zniki kaginalarni qarshi olaman. Bugun 10-oyning 19-kuni dushanba. G'arib ko'zniki haftaning dushanba, chorshanba, juma kunlari yig'ilindi. Mushkullarda do'stlarningki vaqti-vaqtida qadam tashrif qilishinglarni umid qilaman. YouTube'dan G'arib ko'zniki deb Uyg'urcha izlab meni YouTube kanalimga mushtir bo'lishinglarni, Facebook, Twitter, Instagramlardan ya do'stjon deb inglizcha izlab menga aytishinglarni umid qilaman. Undaq bo'lsa, bugungi G'arib ko'znikini rasmiy boshlaylik. Bugungi bosh tema Tayland xalqi qo'zg'aldi. Mushu yaqinqi bir necha kundan buyon Tayland tarafdan nurg'un cho'ng xabarlar kelyapti. Hozir Taylandda nurg'un keng ko'lamdagi namoyishlar bo'lyapti. Bu namoyishlar mayli mushu namoyish qatnashganlarningki taktikalari bo'lsin yoki mayli va yoki mushu Tayland hukumatiningki bostirish jihatlarda bo'lsin, nurg'un jihatlarda mushu oldimizdagi Hong Kongdagi namoyishlarga o'xshab ketadi. Shunga hozir xalqarada buni Hong Kong ikkinchi deb bundaq atayapti. Taylandda bundaq namoyishlar ko'p yuz berib turdi. Mening bu qitimqi namoyishning mening diqqatimni tortgan yeri shuki, bu qitimqi namoyishda burun har qanday namoyishda chiqib boqmagan talablar, shiorlar chiqib qoldi. Ya'ni Tayland xon jamiyatiga o'zgartirish kirgizish, xonlik huquqiga o'zgartirish kirgizish degandek mushtoq talablar chiqib qoldi. Shunga men bu to'g'riliq sal so'zlab beqishni to'g'ri topdim. Men shu o'zim bir necha yildan burun xizmat sababi bilan Taylandga bir necha qitim komandirovkaga chiqib oldi-kayni bo'lib 3-4 hafta turgan. Bu jarayonda nurg'un joylarga bordim, nurg'un kishilar bilan ko'rishdim. Taylandda nurg'un Taylandningki nurg'un ishlarini ancha-muncha o'qib qoldim. Shunga bugun o'zimning ko'rgan bilganlarim va shu hozirgi vaziyatdagi xabarlarni birlashtirib o'zimning ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yib baqsam. Unda bo'lsa bugungi nimani temani boshlab ketsak, do'stlar, Tayland desa nurg'un do'stlarning ko'z oldiga tunji bo'lib keldigini shu Budda dinininki nurg'un budxonlari va shu temadagi bino imoratlar ko'z oldiga kelishi mumkin. Ondan başqa yana Taylandning go'zal manzaralari, nurg'un chiroyli tog' daryo orollari ham shunday manzaralar ko'z oldiga kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa nurg'un qarindoshlarningki, nurg'un do'stlarningki mush bir necha yildan buyon Taylanddan chiqayotgan biz Uyg'urlarning ko'nglini ichish turadigan shu Taylandga qochib berib yoki Taylandda turib qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizning bularning taqdiri ko'z oldiga kelishi mumkin. O'zimdan chiqish nuqtasi qilsam, men shu Taylandga bir necha qitim berish jarayonida mening Taylandga bo'lgan tushuncham bir qadar cho'nqurlashdi. Tayland 70 million nüfusga ega shu Sharqiy Janubiy Osiyodagi xeyli taraqqiy qilgan davlatlarning biri desak bo'ldi. Taylandningki nurg'un cho'ng shaharlari, nurg'un sanoat markazlari bor. Unda boshqa yana Tayland cho'ng bir yezigilik davlati. Taylandningki shu guruch ishlab chiqarish jihatda dunyoda oldin qator turdi. Uning ustiga Taylandning guruchi desa nurg'un odamlar buni talishib yeydi. Haqiqatan yaxshi Taylandningki guruchi. Uningdan boshqa ma'lum sanoat jihatda o'zimning bu jihatdan xeyli ko'p tajribam bor. Taylandning bo'lib shu mashinsozlik, avtomobil ishlab chiqarish, plastik, neft, ximiya bir necha jihatdagi sanoati shu Sharqiy Janubiy Osiyoda oldin qator turdi. Buning muhim sabablarining biri Yaponiya, Koreya, Amerika bo'libmi, Yaponiya shirkatlari Taylandda asos jihatdan nurg'un ayni vaqtda o'zlariningki shirkatlarini bular avval Tayvanga, undan keyin Xitoyga, undan keyin Taylandga yo'tkab shu Taylandningki azam pulliq emgak kuchi va nurg'un tabiiy yaxshi muhitlardan foydalangan. Shunga Taylandningki mashinsozlik, avtomobil bu jihatlarga texnikasi nihoyatda yuqori. Men o'zim bir necha Taylandning avtomobil zavodiga berib xaridorlar bilan ko'rishgan, intayin avtomatlashgan pakiz texnikasi nihoyatda yuqori, mundaq yaxshi taraqqiy qilgan bularning sanoati. Undan boshqa Taylandning odamlari desa, Taylandning odamlari nihoyatda xush chiroy, kulib turadigan, nihoyat siliq sipan gap qiladigan mundaq odamlar. Chunki bular Budda diniga e'tiqod qildi emasmi? Bular nihoyat siliq sipanki, nihoyat inchiq gap qildiki, bularning aylarini ba'zi vaqtlarda xinim mijat o'xshaydi deb o'ylab qoldi va bularning ovozini olsa. Ammo do'stlar, xatolashmanglar, shu jambozlik dunyosidagi eng xatarlik, eng vahshiy jambozlik usullarining biri Muay Thai. Mana bu Taylanddan kelib chiqqan.
bu jambozlik uslubida asosliqi putda tez suratda tepishni asos qildi. Balkim buni yoqtirgan do'stlar bo'lishinglar mumkin. Demak, yig'inchoqlab kelsak, bu mening Tailandga bo'lgan ancha-muncha boshqa ko'z qarashlarim. Ondan boshqa yana shu Tailandning siyosiy vaziyati kelsak, shu Tailandning siyosiy vaziyati 2000-yillardan buyon ancha tinch bo'lmadi. 2-3 yildan bir yoki bo'lmasa 4-5 yildan 2-3 yilda bir kichik ish, 4-5 yilda bir ish cho'ng ish chiqib turdi. Bularning hukumatlarimi, boshliqlarimi najratdan chiqdim radrat almashib bo'ldi. Masalan, 2006-yili shu Tailand bosh vaziri Thaksinninki hukumati sababidan buni qo'llaydigan yoki qo'llamaydigan ikki taraf seriq makiliklar bilan qizil makiliklar bilan qattiq tirkishib xeyli uzoq bir mezgil tirkishgandan keyin oxiri Thaksinninki boshqa davlat vazifasi istibo berib boshqa davlatga ketishi bilan oxirlashdi. 2010dan keyin 2013-yili 2013-yili undan boshqa yana 2018-yili nurg'un siyosiy to'polonlar hatto harbiy o'zgarishlar bo'lib turdi. Mana 2018-yili harbiy o'zgarish yuz berib, harbiy hukumat asosliq kontrol qilib oldi desak bo'ldi. Yoki bo'lmasa harbiylarning qo'l ostidagi qo'rchoq hukumat chiqarildi. Shuning bilan hozir bu yilga keldik. Bu yil albatta Xitoy virusining ta'siriga Tailandmi xeli uchirdi. Garchi boshqa davlatlardek og'ir uchirmagan bo'lsa-mu, boshqa davlatlarning iqtisodiy va boshqa ishlar sababidan Tailandga ta'sir yetkazdi. Shuning bilan Tailandning davlat ichida 2-oydan boshlabla cho'ng kichik namoyishlar chiqishga boshlagan, ammo bir mezgil shu Xitoy virusiniki karantin bo'lsa tufaylidan sal besib qolgan. Ammo shu 8-oylardan boshlab yana bu namoyishlar qayta ko'rilishga boshladi. Bu qitimliq namoyishlarda balkim bularmi shu Hong Kong bu taraflardan ilhom olgan bo'lishi mumkin. Asosligi o'quvchilar, ikki cho'ng o'quvchilarningki birlashmalari chiqibdi. Bular yo'l boshlab chiqibdi. Shundan o'quvchilar bosh bo'lgan ko'chalarda kuch ko'rsatish shunday harakatlari bo'lyapti. Buni hukumat yana qattiq bostiryapti. Hatto qonliq bostiryapti. Bu qitimliq bayam degandek bu qitimliq harakatda burun tilga ilinmaydigan, hatto tilga ilinishdan qo'rqadigan bir talab, ya'ni Tailandningki xon jamiyatini buni o'zgartish, xonliq tuzumga o'zgartish qilish bu talablarini qo'yibdi. Bunga men nihoyat hayron qoldim. Buni tuanda sal so'zlab o'tay, buni Tailandningki kon podshosidan boshlashga to'g'ri keldi. Men shu Tailandga bir necha qitim berish jarayonida undan burun anglagan, men shu Tailandga berish jarayonida bir necha qitim bir ishni bayqadim. Meni bu Tailand xalqi o'zlarining ayni vaqtdagi, ya'ni 2016-yildan burungi koni podshosini so'ydi ekan. Ya'ni bular chin qalbidan chiqarib so'ydi ekan bu podshoni. Bu nega qarasa bu podshoning rasmlari nurg'un odamlar o'z hatto badallariga podshoning suratlarini chekib olgan bunda ishlar bor ekan. Men bu ayni vaqtda shu yerda ko'rishgan odamlar bilan rost chin ko'ngillardan chiqarib yoqtiramsizlar bu podshoni deb so'rasam, rost deb ularmi shunday degan. Bu Tailandliklar ayni vaqtda bu podsho to'g'riliq gap qilsam ikki qo'lini juplab Budda diniga e'tiqod qilganlardek mening podshoyim deb nihoyat hurmat qilgan shundaq talaffuzda bu podshoni til qoldi. Demak, Tailand xalqi bu o'zining koni podshosini haqiqatan chin ko'ngildan chiqarib hurmat qildi ekan, so'ydi ekan. Endi bu podshoningki tarixiga qarab baksak, bu podsho Rama 9-chi bo'lib, buning ismi Tailandcha ismlarni men ancha yaxshi talaffuz qilolmaydi ekanman. Rama 9-chi deb turaylik. Bunun ismi Bumi Bolgo deyman. Bu podsho ayni vaqtda Tailand emas, Amerikaningki Massachusetts shtatida tug'ilgan bo'lib, tug'ilib uzoq o'tmay Tailandga qaytib kelgan. Tailandga qaytib kelgan bilan Tailand uzoq turmay buni apsi aprib dadasi kichik tugab ketgan ekan, buni ikki yoshga borgan vaqtida. Shundan keyin buni apsi Shveysariyaga aprib, Shveysariyada tarbiyalangan. 1946-yili o'zining aksi boshqalar tarafidan etib o'ldirilgandan keyin, andan keyin Tailandga qaytib kelib, xonlik taxtiga o'tirgan. Shundan tortib 2016-yilga kelgacha 70 yildan sal ortiqroq xonlik taxtida o'tirib, dunyo bo'yicha hozir shu Englandningki
ayol padişahı Elizabeth ikkinchidan qolsa xonlik taxtida o'tirgani eng uzun bo'lgan mushtaq bir podshoh bo'lib qolgan. Bu podshoh nemishqa xalq shundoq chin ko'ngildan chiqarib so'ydi desa, birinchidan bu podshohningki ozroqmi podshohlik kibr yo'q ekan. Bu podshoh nagili bo'lsin bundoq xon toji undoq narsalarni taqab yurmay, oddiy kostyum burulka galstuk taqamaydi ekan. Lekin bo'yniga surat apparatida bir yezib bilan yuradi ekan. Uqmaydi odam buni ko'rib qolsa, balkim bir oliy maktabniki professor hatto o'rta maktabning o'qituvchisi o'xshaydi deb qilish mumkin. Bu shundoq oddiy sodda bir odam ekan. Uning ustiga bu odam yosh vaqtidan tortib o'zini xalqiga ish qilib berishni ko'ngliga pukkan. Bu podshoh nurg'un texnikalarni, sanoat texnikalarini bo'libmi yezi egilik texnikalarini Taylandga ekirgan. Shuning bilan Taylandningki yezi egiligining taraqqiy qilishiga intayin zo'r to'kib qo'shgan odam ekan. Undan boshqa bu podshoh Taylandningki hamma noilariga berib boqqan ekan. Agar yo'l bo'lsa mashinada, yo'l bo'lmasa tikucharda, agar tikuchar borolmasa daryolarni mashinalarda kezib, otlar o'tirib degandek shunday qiyinchiliklar bo'lsa-mu Taylandningki hamma yerlarga berib, tekshirib, xalqningki ra'yini anglab, xalq uchun haqiqatan yaxshi ish qilib bergan odam ekan. Uning ustiga bu podshoh yana surat tortishni, rasm chizishni, saksofon chalishni, jaz muzikasi yezishni bo'lag'amroq ekan. Demak, bu podshoh bir xil xalqqa yaqin turadigan kichik peyil, mushlar yaxshi podshoh ekan. Mush sababdan bu podshoh xalqningki suyishiga, shu Taylandningki tinch muqim taraqqiy qilishiga zo'r to'hfa qo'shgan, demokratiyaga zo'r to'hfa qo'shgan podshoh ekan. Siyosiy jihatda bo'lsa, garchi Taylandningki podshohsiningki intayin cho'ng amaliy kuchi bo'lsa-mu, ammo bu odam siyosiyga asos jihatdan aralashmaydi ekan. Faqat naytib bo'lmagan ahvol ostida birinchi qitim aralashgan bo'libmi, masalan 92-yili shu ikki harbiy tarafdan kelib chiqqan ikki general huquq talashib, Taylandningki vaziyati intayin nacharlashib, hatto qonliq mushaq vaqalar kelib chiqib yuz berish oldida turgandilar. Bu podshoh o'tirib chiqib, bu ikki generalni oldiga chaqirtib, televizorda ko'rsatib turib, bularni tanqid qilgan. Ya'ni bu ikki general tizilib o'tirib bu podshohning oldida bu podshohningki tanqidini anglagan hamda nayt rozilik bilan tanqidini qabul qilgan. Uzoq o'tmay bularning orasidagi birisi ayni vaqtda bu majburiy tatbiqan bosh vazirlik o'rnidan tushib saylam qilib haqiqiy xalq tanlagan hukumat o'rniga chiqqan. Shundan keyin kishilarniki hatto butun dunyoninki bu podshohga bo'lgan hurmati necha hissa oshgan. Bundan keyin sal bir narsa qistirib qo'ysam, yana bu qismliq tema uchun ozroq material izlayotgan vaqtda bir qiziq bir narsa yo'liqib qoldim. Ya'ni odatdagi odamlarni boshqalar o'ltirib olsa, buni inglizcha homicide deydi ekan. Agar xon jamiyatidagi odamlarni, masalan xon podshohlarni boshqalar o'ltirib olsa, do'stlar buni nima deydi ekan bilamsizlar? Buni regicide deydi ekan. Buni aytdi, men burun ko'rib baxmana inglizcha so'z ekan. Shunga do'stlarga bu yerda tunishtirib qo'yay, o'rganinglar. Endi Taylandningki hozirgi podshosiga kelaylik. Taylandning hozirgi podshosi Koni podshohniki, ya'ni Rama 9-ningki ikkinchi bolasi bo'lib, ya'ni cho'ng o'g'li bo'lib, bu adashqa bu podshohga Rama 10-nim desak bo'lar. Night ulug' podshohlarningki intayin ko'p vaqtlarda bularningki bolalari yaxshi chiqmay qoldi. Buni nima sababdan keyin uqmadim, balkim bu podshoh bu shahzoda o'ziniki dadasiniki ko'langisida yashab, balkim yaxshi podshoh bo'laydi, har qancha yaxshi podshoh bo'laydi, dadasidan eshib ketamaydigan ko'zi yetamdi. Shunga nurg'unlari yamal yo'lga qarab minib qoldi ekan. Bu podshoh kichigidan garchi ayt obdan tarbiya ko'rgan bo'lsa-mu, ammo sal qanday desam bo'lar, nachar chiqib qolgan. Masalan, bu necha qitim to'y qilib ajrashgan, nayti ko'p ish chiqarib, shahvani mundaq cho'ngib qolgan. Uning ustiga bu podshohlik taxt o'rniga chiqqandan keyinmi to'rda buningki padichi ishdan kelib, padichi ishdanni sag'risiga undaq tushib ketmasdan aran turgan bunda ilib qo'yib, asma maykani
ko'ksigacha yechib qo'yib bilaklardagi va ko'kslardagi chakkan narsalarni yechib qo'yib aerodromlarda yurgan bunday ko'rinishlari to'rlarga chiqib ketdi. Bu bir intayin o'zining dadisi hislashib turganda buningki bu ikki obrazniki osmon zamin farqi bor. Taylandda xon jamiyatini tilasa bu qonun xilop. Buning dadisining davrida kishilar haqiqatan chin ko'ngildan chiqarib padishoni so'ygashga bunda qonun chiqargan. Ammo bu Rama 10-yilga kelganda buni haqiqatan kishilarni tillamaslik uchun bu qonunni ishlatib kelgan desak bo'ldi. Uning ustiga bu shu yaqin bir necha yildan buyon yangidan xotinlab cho'ng xotini bilan kichik xotini chiqishamay ani kichik xotiniga bergan kichik xonasi o'rnini tatib olib degandek bir muncha satliklarmi chiqqan. Undan boshqa yana shu Xitoy virusi davrida anglashlar qaraganda bu podsho o'zining davlatida turmay o'zining barliq xotinlarini ilib Germaniyadagi bir sharqqa qochib berib shu yerda bir mehmonxonani butun ko'tarib kelib shu yerda o'ziniki podshohlik go'zal davrlarini, go'zal vaqtlarini surgan mushuna xabarlar chiqdi. Demak, bu dadisi ishlash turganda hech qancha silishtirg'il bo'lmaydigan amaliyotda. Intayin yaxshi vazifasini yaxshi o'tamagan mushuna bir podshoh chiqib qoldi. Uning ustiga shu 2018-yillik shu harbiylarninki harbiy o'zgarishdan keyin chiqqan hukumati asosiy jihatdan demokratiyani bo'g'ib turg'ashqa hozir Tayland xalqiga lozim bo'lgani demokratiyaning yo'liga to'sqinlik qilayotgan harbiy hukumat bilan zich munosabati bo'lgan bu xalq jamiyatini hozir Tayland xalqi, Tayland yosh o'quvchilari buningga o'zgarish kiritishni talab qilyapti. Shunga balkim buningga agar burunqi intayin aql dona podshoh bundaq talablarni o'zininki hurmati boshqalarning o'ziga bo'lgan hurmati bilan bostirib qo'ya olgan bo'lsa, balkim emas cho'qim bu yangi podshoh hech qanday xalqning hurmatiga sazovor bo'lmagandan keyin uning ustiga Xitoy virusi va boshqa sabablar tufaylidan Tayland xalqininki g'azab qo'zg'algandan keyin bunday tarixda bo'lib boqmagan xon jamiyatiga o'zgartirish kirgizish talabi chiqqan gap. Ondaqda shu Tayland bilan Xitoyninki munosabatiga qarab boqaylik. Tayland bilan Xitoyning munosabati yaqin bir necha yillardan buyon nihoyatda yaxshi bo'ldi. Nima deganda Taylandning yana bir cho'ng kirim manbasi sayohatchilik. Xitoy Tayland bilan xeyli burunlar shu viza tekshirmasdan, viza talab qilmasdan bevosita berish kelishimnomasini tuzgan. Shunga nurg'un Xitoy odamlari Taylandga berib sayohat qildi. Menimcha Taylanddagi sayohatchilarning eng cho'ng manbasi Xitoy odamlari bo'lishi mumkin. Shunga Xitoy bilan Taylandning munosabati nihoyat yaxshi. Yana bir tarafdan shu Xitoyninki eng cho'ng Xitoyga lozim bo'lgan neft buni bizningki vatandan o'g'irlagandan boshqa, uni boshqa yana shu o'ttir sharqdan buni kirgizish uchun cho'qim Malakka bo'g'ozidan o'tish kerak. Malakka bo'g'ozida buni kim saqlaydi? Buni Singapur. Singapurdan boshqa yana boshqa harbiy davlat, boshqa bir necha davlatningki harbiy kuchlarni bu yerni kontrol qiladi. Bu asosiyatdan Xitoyninki kontrolligida emas. Shunga Xitoy bir ish bo'lib qolsa, masalan Amerika bilan etishib qolsa, Amerika shu Malakka bo'g'ozini to'sib olsa, Xitoyniki neft bo'lgan ehtiyoji uzildi. Xitoy mushundan qo'rqib, hozir bir necha yil ilgari Tayland bilan kelishim tuzab, shu Xitoyning Kunmingdan bevosita Taylandninki Bangkokgacha ulinadigan yuqori sur'atli tosh yo'l, temir yo'l yasmoqchi. Agar bunda bo'lib qolsa, Xitoyninki bevosita Hind okeaniga tutishadigan, Xitoydan bevosita Hind okeaniga tutishadigan Malakka bo'g'ozini o'tmaydigan bu bevosita bir yo'li bo'ldi. Bu Xitoy uchun intayin cho'ng strategik g'olibiyat. Ammo bir necha yildan buyon Amerika va boshqa davlatlarning qattiq besim ostida buningki ilib berish sur'ati nihoyat tez osti bo'lyapti. Hatto to'xtatib qo'yildi desak bo'ldi. Undan boshqa yana shu Xitoy virus chiqqandan buyon nurg'unlagan davlatlar Amerika, Yaponiya, Koreya hammasi shu Xitoyga bek cho'ng mablag' silvasa, o'zining nurg'unlagan zavodlarini Xitoy qo'yib qo'ysa, Xitoyning kontrolida bo'lib qolganligini bilib yetib, o'ziniki zavodlarini, o'zlarining mablag'larini boshqa davlatlarga yo'tkazyapti. Ya'ni Xitoydan chekindirib boshqa davlatlarga yo'tkazyapti. Bu davlatlardan asosliqi Sharqiy Janubiy Osiyo,
Tayvan, bu bir necha yo'nalish var. Bularning ichida Tayland eng yaxshi tanlashlarning biri. Chunki mayli Taylandniki azam pullik emgek kuchi, texnika ve sanat bir necha jihatlardan bo'lsin, boshqa Sharqiy Janubiy Osiyodagi boshqa davlatlarga solishtirganda xeyli kuchlik. Undaqda bu ham to'xtalib o'tgan shu Taylanddagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ahvoli hozir qandayroq? Men bu to'g'riliq sal izlanib baxtim. Taylandda hozirgacha bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz, Xitoydan qaytib chiqqan Uyg'ur qarindoshlarimiz hozirgacha Taylandda turib o'tibdi. Bularningki ahvoli ancha yaxshi emas ekan, chunki Taylandniki bu jihatdagi immigration, shu ko'chmanlik bu jihatdagi siyosatlari va ish tutish usullari sal nachar o'xshaydi, yoki bo'lmasa bularning surati bek asti o'xshaydi. Uning ustiga Xitoyninki besim bilan Tayland nurg'un qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarib o'tkazib bergan mushundaq ishlar bo'lgan. Uning ustiga yana kishining ko'nglini ichindiradigan bir ish shu kichik bir qarindoshimiz Abduvali Abdullah ismini xatolashmagamsam, bu qarindoshimiz kasal sababi bilan Taylandning doktorxonasida o'lib tugab ketdi. Bunun asosiy sababi shu Uyg'ur qarindoshlarimiz turgan shu kamp, buningki tozalik va boshqa jihatlardan intan nachar bo'lgandan keyin bu tuberkulyoz yuqib qolgan bu umoq kichik bolaga. Meningki umidim shu Taylanddagi yosh bolalar boshlab chiqqan bu qitimliq demokratiyaga bo'lgan bu talabiningki agar bo'lsam bu talab qondirilsa, Taylandningki shunday harbiylar kontrol qilgan Xitoy bilan bek yaqin apoq-chapoq bo'lgan bu hukumatni ag'dirilib, haqiqiy Tayland xalqi saylagan demokratiyalik mana bir hukumat chiqsa, bu hukumat balkim butun xalqaroninki, biz Uyg'urlarninki bizningki ovozimizni anglab, bizningki dardimizni anglab, balkim Tayland turgan qarindoshlarimizga yaxshi muomala qilishi, buni Turkiya va boshqa qabul qilgan davlatlarga o'tkazib berishi, Xitoyga qaytarib berishni to'xtatishi, bu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki turmush va boshqa jihatlarda bularga yaxshilab berishni bundaq bo'lishi mumkin. Shunga men Tayland xalqining demokratiyaga bo'lgan bu talablarini qo'llayman. Unda xo'sh do'stlar, bugungi G'arib ko'znigi mushagichi bo'lsin. YouTube'dan G'arib ko'znigi deb uyg'urcha izlab, mening YouTube kanalimga mushtir bo'lishni, Facebook, Twitter, Instagramlardan yodoshan deb inglizcha izlab, menga ergashishni unutmanglar. Unda xo'sh do'stlar, anglag'inglarga yana bir qitim rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.